Assalomu alaykum. Qo'qon shahar yangi bozor PMKS texnikasidan video obzor qilyapmiz. Ko'p akalarimiz selka so'rashgandi. Ruchnoy selkalarimizdan yetib keldi. Temirli variantidan yetib keldi. Ko'p akalarimiz temirli varianti bormi deyishgandi. Temirli variantlardan yetib keldi. Hop, razmerlariga keladigan bo'lsak, har xil razmerga o'zgaradi. Nasatkasi 16 ta bo'ladi, temir razmerli bo'ladi. Razmerlarni ko'rishlaringiz mumkin. Mana 20, 24 har xil razmerga o'zgartirsa ham bo'ladi. Original variantdan yetib keldi. Originalidan, haqiqiy original variantidan. Betlariga keladigan bo'lsak, plasmassa emas, temir variantda bo'ladi. Ruchkalari ham uzun. Ana arkasini ham ko'rishlaringiz mumkin. Ko'pinlikida teshigi bo'lmaydi. Buni ichiga qum to'ldirib yursalar, o'zi yopib ketadigan variantdan yetib keldi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz, telefon qilishlaringiz mumkin. Dastavkalarni kelishilgan holatda chiqarib yuboriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxlarni 1.600.000 so'mdan qilib beramiz. Telefon qilishlaringiz mumkin. 1.600.000 so'mdan shu optim narxi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Ruchnoy selkalarimizdan yetib keldi. 16 tali temirli variantidan.